Assalomu alaykum Kuchma do'kon kanali a'zolari. Mana bugun 31-may. Navbatdagi do'konimiz tayyor bo'ldi. Ko'rishlaringiz mumkin tashqi fasadini antrazit tunikadan qizilga mokri svitlarni kombinatsiya qilib tayyorlab berdik. Akfalarga keladigan bo'lsa antrazit mokri svitda, bu ham o'sha xaridorning xohishiga qarab yasaldi. Mana ruchkalari o'sha qimmatdan o'sha osilib ketmaydi, shaqillab ketmaydi. Xudo xohlasa ancha yillik xizmatlaringizni qiladi. Ichlariga keladigan bo'lsak, polni hamma joyi o'tiblik bo'lgan, yozda salqin, qishda issiq ushlab beradi, xudo xohlasa. Bu do'konimizni mana polkalari bilan qilib berdik. Polkalarni ham ko'rishingiz mumkin. Ancha baquvvat. Mana taglari bilan ko'rsataman. Va o'shanaqa bezak berilgan tunikadan qildik. Bu ham o'sha do'konimizni tashqari sveti bilan patsvet qilib tayyorlangan. Bu yerdan havo almashishiga fortichka qo'yganmiz. Devorlari MDF, o'sha Rossiyadan zakazga keladi, hech qanaqa hid chiqarmaydi, toza mahsulot. Ko'rishlaringiz mumkin. Bemalol konditsioner istesizlar ham hech qanaqa osilib ketmaydi, o'zgarmaydi. Pollari ham MDF, ikki tomoni ham laminat bo'lgan, hech qanaqa suv tushsa ham, boshqa narsa bo'lsa ham ishmaydi, o'zini yo'qotmaydi. Taglariga ham 8 ga 8 dek profildan qo'yganmiz, hech qanaqa osilmaydi tagi. Ko'tarib boshqa yoqqa olamiz desanglar ham o'zgarmaydi nasib bo'lsa. Tepalari ham plastikdan bo'ladi. Tepalar 2 qavat o'tiplik, yomg'ir yoqqanda ham shovqin ichkariga eshitilmaydi, ham issiqdan, sovuqdan himoya qilishga yordam beradi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlar orqali bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin va bizni Telegram, Instagram, YouTube tarmoqlari orqali kuzatib borsalaringiz, bundan ham yaxshi, bundan ham aksiya bo'lgan do'konlarimizni qo'yib boramiz. Shunaqa do'konlarimiz tez sotilib ketadi. Shuning uchun kanaldan xabardor bo'lib turing va shunaqa aksiya narxidagi do'konlarimizni xarid qilishingiz mumkin.